Obsidian. Men nima kerakligini bilmadim lekin. Shundan borim endi. 11 ekan. Ketman kerak bo'larmikan? Kelasam bitta sehr ekan. O'zimcha sehr farqi bormi? Agar yaxshiroq birorta sehr bo'lsa, keyinchalik olishim mumkin. Berib tashlamaydi. Yes, skelet. Uy! Texnologiya. Bittasi chalg'itib, ikkinchisi otdi. Ko'rgan bo'lsalar 5 ta emas ovqatim, 1 stagaligi bor ya'ni. Keyin ozgina go'sham bor. O'shalar o'ligidek to'plaganman. Qishloqdan undan keyin o'zimga ferma qildim kichkina. Lekin ko'p kartoshka yetmay qoldi oxirigacha. Bu video yaxshisiga olib ketdi. Qachon o'chirganimni o'zim bilmayapman. Chekkada personajni o'zim qo'shdim qandaydir. Esimda yo'qligini nastroykasi. Esimda bor ekan, hozir ko'rsataman. Texnologiya. Ko'ryapsizlarmi? Endermanni ko'zga qarab turib bu menga tashlamayapti. Cho'ta sen dadangga tashlayapsanmi? Ya texnologiya. Nergis qoch ketdi. Wow, ana biz eng birinchi ender piyorimiz. Omad kelsa g'oyibidan keladi-da. Meni buni ishlatmaymiz umuman. Bu birinchisi. Biz keyinchalik anaqaga boramiz. Ko'k o'rmon yoki pigillar bilan savdo qilish. Nima tashlayversam ekan? O'zi yaxshi turibdi. Hech narsa o'ldirib kelyapti. Biz bundan nima tushadi? Ip. Bundan nimagadir foyda ko'rmayapman. Obsidian yaxshi. Cho'ta masha qo'yib kelyapti. Odam cho'chitayording. Beşeren bitti mi boşluk yaptı. Eklesi bilmiyorum. XP 18 oldu. Derecen ha. Yine ona sen görmek ben mi? Bu işine 8 oldum ben. Yangi versedim ona kamerası burada Java'da demek bedrock dene. No. Qo'lingdan kelmadi. Chunki orqamda to's bor edi, lavaga kira olmadim. O'zi nezerga skelet kim qo'shgan? Axir umuman u oq skelet, qora skeletning chinsi bo'ladi. Fizikaga to'g'ri kelmaydi bu turish. Nezerda. Qora skelet o'zi kuygan varianti. Nima qiladi? Ona yana bitta. Men qayerdan kelgan edim? Tepadan bilibdi. Erkincha ba'zilarning kommentariyalarga o'tgan videolarimga kommentariyozga ko'p odam bor ekan. Rosa maqtab borishgan ekan, lekin nimagadir men ko'rmagan ekan. Ana menga xabar kelmagan. Bitta videomga xabar kelmas ekan. Bilib qo'ysam. Shuning uchun o'zim sekin videoni tepasidan pastga qarab ko'rib chiqdim hammasini. Ko'p odam yozgan ekan. Lekin mana bu harom narsa meni tezlashtirib beryapti. Ustiga chiqsam. Qanaqa effekt beryapti? Yo'q, hech qanaqa effekt yo'q. Sekirilmay qoldi. Что-то ilma teshik narsalar ekan. Katta joy. Tupik. Endi mana shu nezadagi birinchi sehr o'zi nimani sehri?
Aron qanaqa nom nima bo'ladi? Xususiyati yo qobiliyat deymi? 19 minut. Bugungi kuni faqat nezerda o'tkazdim. Agar 30 minutlik yo 1 soatlik video bo'lganda 100 talik kamerasi ulgurardim, lekin video faqat 10 minut yoki 14 minutdan oshimaydi kerak. Jonimga teging. Javada skelet bilan bitta bir xil o'qibsan. Aytgancha boyaga joyi bu. Tupik. Chekada personaj qarang. Kellasi qilmoqqa. Aytgancha mes papakamni ham haligi bo'ladi, qamalab turadi. Nima qilayotganimni o'zim ko'rib turaman. Boyaga joyi bu. Boya qayerdan keladi? Sarbosh yazib oldi. Xo'sh. Biz eng birinchi kirgan joyimiz shu. Yotoq portlagan joy shu ekan. Yetishyapti. Qaytdi. Nega deslolmayapti? Короче, men pigilini olib ketdim, o bloklarga yana olaman. Hozir o'yin kelmayapti. Men qancha yo'lga bosib ketdim. Xo'sh. Mana qora qumda farq qilish qiyin-da. Mayda bo'lsa zo'rlik. Hozir deyta sen olaman. Master class ko'rsataman. Masuk. Vay tezlikda bunaqa lavga tushib ketaman. Ona nima o'taymi? Yakale. Qumga to'layapmi? Let's go. Men yetilmaydi hech kim. Ular miyasidan ham chiqib ketdimi o'sha? Kimga duxu yetadi shuni qarash. Hech kim duxu yetmaydi. Tashlanma. Ota boboyingiz. Altar. Bu ana. Şey avcıdır. Canım getirdim. Buldum. Yana buldum. Adashmasam men spawn ettirildim. Menimcha chang ochilishga ulgurmayapti. Xo'sh, 23 minut video va biz tirilganimizga video tugaydi. Addushi ko'rganlar uchun rahmat. Havodaman. Plastik yo'q qolibdi. Xo'sh. Kanalga obuna bo'lganingiz uchun rahmat. Mana shamas tashlanadi, lekin menga farqi yo'q. Ketdik. Men respawn qo'yib qo'yishim kerak tezroq. Bo'lmasa ebi yo'q qo'yaradi bular.
Esli şu agar fermamda videosini qo'ya olmagan bo'lsam mana kirib chiqmasa bo'ldi, qovunlar muhim emas. Xo'sh, короче, video tamom. Hammaga rahmat. Videoni oxirigacha ko'rganlaring uchun. Xo'sh. Sizlar bilan ro'za bo'ldi. Hammaga xayr.